أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hurmatli birodarlar, hurmatli opa-singillar. Mana bugun tajvid darslarimizni 10-siga qadam qo'yamiz. Inshaalloh bugun biz 3-bobni boshlaymiz. Bu yerda biz i va u tovushlari hamda ba'zi bir mad qoidalari bilan tanishib o'tamiz. Agar esingizda bo'lsa, biz birinchi bobning, ya'ni birinchi darsdayoq aytgan edik, arab alifbosida unli tovushlarni hosil qiluvchi maxsus harflar yo'q. Demak, ularning o'rniga mana bunday belgilardan foydalaniladi. Bu belgilar harakatlar deb ataladi. Biz bularda mana birinchisini o'tgan edik. Bu mana fatha deb ataluvchi belgi harflarning ustida keladi hamda a tovushini beradi deb aytgan edik. Mana bugun biz keyingi belgi bilan tanishamiz. Demak, bu belgi kasra deb ataladi hamda odatda harflarning tagida keladi. Demak, bu belgi i tovushini beradi. Demak, qoida quyidagicha: qachonki qaysi harfning tagida mana shu belgi turgan bo'lsa, demak mana shu harfdan so'ng i tovushi bor deyiladi. Keling, mana ba'zi bir misollarni ko'ramiz. Mana pastdagi harflarni o'qiylik o'ngdan chapga. Ta, ti, da, di, na, ni, ma, mi. Demak, mana shunday o'qisak to'g'ri bo'ladi. Keling, ba'zi bir misollarni ko'ramiz. Yuqoridan boshlab o'qiymiz. Nabata, nabati, najasa, najasi, balada, baladi, hasana, hasani, amila, shahida, fahima, lazima. Mana bugun biz yangi qoida bilan tanishamiz. U ham bo'lsa mana i tovushini 2 harakat miqdorida cho'zish. Demak, biz avvalgi darsimizda o'tgan edik. A tovushini 2 harakat miqdorida cho'zishni o'rgangan edik. Ana shu yerda biz eslatib o'tgan edik. 2 harakat deganda mana kaftimizni ochamiz va ketma-ket ikkita barmog'imizni bukamiz. Mana shu ikkita barmoqni bukishga ketgan vaqt ikkita harakat deb ataladi. Demak, mana bugun i tovushini 2 harakat miqdorida cho'zishni o'rganamiz. Demak, qoida quyidagicha: kasradan so'ng sukunli ya kelsa, demak mana shu yerda i tovushi 2 harakat miqdorida cho'ziladi. Mana ba'zi bir misollarni ko'rib turibsiz pastda. Misol uchun mana birinchi jim harfi turibdi, tagida kasra. Demak, bu holatda bu ji deb o'qiladi bir harakat bilan. Lekin mana jim harfi tagida kasra, keyin sukunli ya kelgan. Mana shunday holatda ji deb cho'zib o'qiladi. Keling, mana o'ngdan chapga mana shu misollarni o'qiymiz. Ji, ji, ni, ni, li, li, fi, fi. Shuningdek, bir narsaga e'tibor qarating. Ba'zi bir kitoblarda, ya'ni ba'zi bir mushaflarda mana bu yuqoridagi belgi, ya'ni sukun deb atalgan bu belgi ba'zida mana shu belgi bo'lmasligi ham mumkin. Demak, mana bunday holatda ham kelishi mumkin, ya'ni sukunsiz. Bu yerda ham sukun bor deb tasavvur qilinadi va xuddi shunday cho'zib o'qilaveriladi. Keling, ba'zi bir misollarni ko'ramiz. Bashiro, naziri, kabiri, sog'iro. Demak, mana shunday o'qiymiz. Shuningdek, i tovushini 2 harakat miqdorida cho'zish uchun maxsus belgi ham bor. Demak, mana bu belgini siz hozir ko'rib turibsiz. Demak, mana shu belgini ko'rganingizda ham bu odatda harfning tagida keladi. 2 harakat miqdorida i'ni cho'zib o'qiysiz. Shuningdek, bu yerda bir narsaga e'tibor bering. Mana shu belgi kelgan bo'lsa, bu belgidan so'ng mana ya harfi ham turibdi, lekin bu ya harfi bu yerda o'qilmaydi. Demak, hozir o'ngdan chapga o'qiymiz. Asoni, maqomi, bibani, fi jidiha. Shuningdek, ha harfi uchun maxsus qoida bor. Demak, ha harfining tagida mana shu belgi kelganda hadan so'ng ya harfi yozilmaydi. Mana hozir ko'rib turibsiz, ya'ni ya harfisiz keladi. Mana bunga ham ba'zi bir misollarni ko'ramiz. Va bihi ibadihi va jasadihi bibalighihi. Demak, mana shunday o'qisak to'g'ri bo'ladi inshaalloh. Mana bugun o'tadigan qoidalarimizdan, aniqroq harflarimizdan yana biri, demak bu maxsus harf ta marbuta deb ataluvchi harf. Demak, agar bu harfni yozilishiga e'tibor bersangiz, yozilishi jihatdan ha harfiga o'xshaydi, lekin xuddi t, ya'ni ta harfi kabi ustida ikkita nuqtasi bor. Demak, bu harf ba'zida ta tovushini, ba'zida ha tovushini ham beradi. Lekin mana biz bugun buni qay holatda ta tovushini berishni o'rganamiz. Demak, qoida quyidagicha:
Qachonki mana shu ta marbutodan so'ng unli tovush bo'lsa, demak bu harf ta tovushini beradi, ya'ni t tovushini beradi. Demak mana shu yerda hozir ta marbutoning tagida kasra turibdi. Demak bu holatda ta marbuto ti deb o'qiladi. Mana ko'rib turibsiz, ti deb, ya'ni ta harfining tovushini beradi. Odatda bu so'z oxirida keladi. Mana keling pastdagi misollarni ko'ramiz. Fatihati, akhirati, rafiqati, g'abarati. Demak, bu yerda ta marbuta t tovushini berdi. Xuddi shunday, misol uchun agar bu harfning ustida fatha turgan bo'lsa, ya'ni ta deb o'qiladi yoki keyinroq o'tamiz, domma bo'lsa tu deb o'qiladi. Demak, qachonki mana shu harfdan so'ng unli tovush bo'lsa, bu harf t tovushini beradi. Buni yodlab oling. Bugun o'tadigan darslarimiz mana shulardan iborat edi. Endi bir kichik qoidani o'tib ketaylik. Esingizda bo'lsa, biz hamza deb ataluvchi belgini o'tgan edik. Mana hozir mana shu yerda so'z oxirida turibdi. Bu hamza belgisi. Demak, biz birinchi bobda ko'rgan edik. Alif harfi mana shu hamzaga suyanchiq vazifasini o'tagan edi. Lekin bu alif yagona harf emas, suyanchiq vazifasini o'tovchi. Mana shunday suyanchiq vazifasini o'tovchi harflardan biri mana ya harfi ham bor. Demak, bu yerda mana so'zni ko'rib turibsiz. Shati'i degan so'zda demak oxirida mana i deb o'qiladi. Bu yerda ye harfi o'qilmaydi. Bu yerda ye harfining vazifasi hamzaga suyanchiqlik vazifasidan o'tayapti. Mana shunday mana misollardan ba'zilarini ko'ramiz. Mana birinchi so'zni ko'rib turibsiz. Shati'aha. Bu yerda ham mana hamza turibdi. Uni ostida esa mana shunday bog'lama hamzaga suyanchiq vazifasini o'tab kelgan. Demak, agar shu joyini ko'rib qolsangiz, bu yerda a tovushi bor. Demak, shati'aha, fashati'i, xoti'ina. Demak, mana shunday o'qisak to'g'ri bo'ladi. Shu bilan mana bugun o'tadigan darslarimiz mana shulardan iborat edi. Mana uy vazifalaridan ba'zi bir misollarni ko'rib turibsiz. E'tibor bering, endi uy vazifalarimiz yana ham qiyinlashib boradi. 3-bobning oxiriga borib esa juda ham qiyinlashib ketadi. Shuning uchun bu yerda uy vazifalari juda ham ko'p. Bularni barchasini qayta takrorlashni tavsiya qilamiz. Ya'ni oxiriga borib qiynalib qolmaslik uchun. Mana ba'zi bir misollarni ko'rib turibsiz. O'z ekraningizda mana agar e'tibor bersangiz, mana pastdagi so'zlarga qarang. Endi avvalida 3 ta harfli so'zlarni o'qigan bo'lsak, endi 4 ta, 5 ta, 6 ta harflarga ham o'tamiz. Ularning bog'lamasini ham ko'rib turibsiz mana. Keling, mana shu sahifani birgalikda o'qiylik. Mana bu uy vazifalaridan biri. O'ngdan chapga, yuqoridan boshlab o'qiymiz. Kazalika samawati bi alihatina fabatila hamilati radiya laha asifata fashati bidonini la hayata waj'alani bilisanina ibadihi wa taghina fahijaba hafizina hamidata wa asila ahaditha wa ilahi biyaminika li abihi sohibatihi va akhirihi. Demak, mana shunday o'qiymiz. Shu yerda biz bugungi darsimizga yakun yasaymiz. Subhanakallohumma va bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka va atubu ilayk. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.